Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Kishilik huquqni kuzatish torining 24 fevral e'lon qilgan xabarda yaqin yillardan beri Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga har xil jinoiy betnomlarni chaplab, ularni uzun muddatli kesib etish qilmishi eg'irlab ketgan. 2016 yilning oxiridan boshlab Xitoy hukumatı atalmış terrorlik qattiq zarba berish harakatini boshlagandan beri Xitoy jinoiy ishlar sudi 250 ming odamga gunoh ortib hukm e'lon qilgan. Gerçi Xitoyning sud va hukm e'lon qilish ishlari intayin maxfiy elib berilib, bu vaqtdagi uchurlar qattiq qamal qilingan bo'lsa-mu, kishilik huquqni kuzatuvchilar 60 ga yaqin deloni tahlil qilish orqali ko'plagan kishilarning hech qanday jinoyat o'tkazmagan ahvoldami jinoyat sodir qildi deb hukm qilinib turmaga tashlanganligini jazmlashtirgan. Bu kishilar amaliyotda o'z turmushi va e'tiqodi bilan yashab kelayotgan odatli kishilar. Xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatining statistik ma'lumotlariga qaraganda 2017 yili Xitoy sudi 99326 odamga hukm e'lon qilgan bo'lsa, 2018 yilga kelganda 133198 odamga hukm e'lon qilgan. 2019 yildagi sonni texnik e'lon qilmagan. Ammo kishilik huquqni kuzatuvchilarning qarashicha, hukm qilinuvchilarning soni o'tgan 2 yilning o'rtacha saviyasiga teng bo'lishi mumkin ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning atalmış terrorlikqa va asabiylikka qattiq zarba berish harakati amaliyotda Xitoyning soqchi idorasi, taftish mahkamasi, sud mahkamasi qatorliq hukumat apparatlari Uyg'urlarga ilib olgan davlat terrorligi bo'lib, xohlagancha tutish, xohlagancha kesish, xohlagancha o'ltirish uning ro'shan alohidaligi. O'zining milliy kimligi va diniy e'tiqodi bilan yashayotgan Uyg'urlarning ko'pinchisi bu ziyonkashlikdan omon qolmagan. Tajovuzchi Xitoy islom dinini xitoylashtirish razil planiga asosan 2017 yildan boshlab Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamli tutqun qilib, lagerlar qamash bilan birga moddiy va ma'naviy madaniyat sohasida umumyuzlik xitoylashtirish harakatini qo'zg'agan bo'lib, musulmonlarning qabristonliklarini yo'tkash, qabrlardagi gumbaz, oy yulduz va oyatlarni vayron qilish, qabrlarni xohlagancha chiqib buzish qatorliq terrorlik siyosatini elib bordi va davomlashtirmoqda. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sin ko'rinishda Sharq Turkistonda saqlanib qolgan oz bir qism qabristonliklardan biri ko'rsatilgan bo'lib, birdek o'xshash silingan qabrlarning ustiga nomer qo'yilgan. Hech qanday bir qabrning ustiga ism familiyasi yozilmagan. Aksicha rad bo'yicha yozilgan nomer va qabr egalarining oila a'zosining telefon nomerlari yozilganligi ko'rsatilgan. Har kuni degidek o'tirg'i chiqayotgan har xil turdagi dafsandichiliklar xalqaro jamiyatda har vaqt yolg'on so'zlab, o'zlarining har millat xalqining madaniyatiga, yashash uslubiga hurmat qilib kelayotganligini va davomli hurmat qiladiganligini davron selayotgan Xitoyning abdi bashirsini ichib bermoqda. Iroq axborot agentligida 2-oyning 13-kuni e'lon qilingan xabar qaraganda, necha o'nlagan islom o'limolari tashkilotlari Xitoyning jazo lagerlarida qamalgan musulmon Uyg'ur ayollariga jiddiy yordam chaqiriq qilgan. Dunyoning o'xshamagan davlatlardan kelgan musulmon diniy zot va islom o'limolaridan tarkib topgan bu tashkilotlar bir yerga jam bo'lib, birlashma bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi musulmon ayollarni xohlagancha qo'lga olish, majburiy tug'mas qilib etish, jazo lagerlaridagi sistemalik bosqinchilikni ayblagan. Bayonotda g'arb taratqularning Xitoyning lagerlarda Uyg'ur ayollarining qiynaganligi va sistemalik parakanda qilganligini dalillaganligi, barliq musulmonlarning bo'libmi islom hamkorlik tashkilotining jiddiy tadbir qo'llanib, Uyg'ur musulmonlarini Xitoyning ziyonkashliklaridan qutqizish kerakligini o'tirib qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda irlandiyalik 50 dan ortiq diniy rahbar yaqinda bir bayonotga imzo qo'yib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qilgan ziyonkashlikni ayblab, Uyg'urlar va boshqa Xitoyning madaniyat inqilobidan buyon din va e'tiqod qaratgan eng vahshiy bostirishining ziyonkashlikka uchrayotgan buddistlar, Falun Gongchilar va xristianlarni qo'llaydiganligini bildirgan. Irlandiya cherkovi Dublin rayonining bosh popi musulmonlar va yahudi e'tiqod guruhlarining rahbarlarini o'z ichiga olgan 50 dan ortiq diniy yetakchilar bilan birlikda imzolagan bu bayonotda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlarga qilgan ziyonkashlikini yahudi qirg'inchiligidan buyongi eng vahshiy insoniyat fojiasi deb ayblagan. Natsistlarga qarshi turgan germaniyalik mashhur ilohiyatshunos Dietrich Bonhoeffer aytgandek, razillikka qarta sukut qilishning o'zi eng cho'ng razillik ekanligini, o'zlarining Uyg'urlar bilan bir tarafda turishni xohlaydiganligini bildirgan. Egilishcha mazkur bayonot 2020 yil avgustda bir xristian kishilik huquq jamiyati tarafidan chiqarilgan bo'lib, Irlandiya miqyosida 50 dan ortiq diniy guruhining vakili imzo qo'ygan. Imzo qo'yuvchilarning faoliyatchi yoki siyosat belgilovchi emasligi, balki diniy rahbarlar ekanligi ta'kidlangan. Türk tillik davlatlar hamkorlik kengashining energiya ministrlari energiya sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishni qaror qildi. Türk kengashi energiya ministrlarining internet orqali chaqirilgan energiya sohasidagi ahamiyatiga birinchi navbatdagi yig'indan keyin e'lon qilingan yozim bayonotida Turkiyaning yig'inning kun tartibidagi moddalarni muzokara qilish uchun tarmoq xizmat gruppasi qurish tashabbusining qo'llashga erishganligini ta'kidlab,
xalqaro pul muomala apparatlari bilan suhbat yig'in uyushtirishning muzokara qilinganligi o'tirib qo'yilib, qayta hosil bo'ladigan energiya sohasida mo'l tajribalarga ega Turkiyaning tajribalarini a'zo davlatlar bilan o'rtoqlashish uchun tarbiyalash programmasi o'rlashtirishga tayyor ekanligi. Taraflarning neft va tabiiy gaz sanoatidagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydiganligi, Qozog'istonning neft ximiya mahsulotlarini taqsimlash mexanizmi o'rnatish to'g'risida atrofli tadqiqot olib berishning taklif qilinganligini bildirgan. Qozog'istonning 2022-yillik 2-qitimliq yig'inga prinsip jihatdan sohibxonlik qilish qo'shilganligi bayon qilingan bayonotda taraflarning energiya sohasidagi hamkorlikni oshirishni qaror qilganligi ta'kidlangan. O'ttiz o'g'il mashribi eli Uyg'urlar orasida uzun muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan an'anaviy mashrab bo'lib, uni jamiyat va ijtimoiy turmushning kichiklatilgan, tarammalashgan shakli deyishga bo'ladi. Eli 30 o'g'il mashribi har bir yurt, har bir mahalladagi 30 o'g'il nomi bilan shakllangan. Qarorlik o'tkazilgan faoliyat so'rini bo'lib, uningga qatnashuvchilar 30 dan ko'p yoki oz bo'lsa-mu bo'ladi. 30 o'g'il faoliyati yolg'iz mashrab bilan cheklanmaydi. Ular shu yurt yoki mahalladagi jamoatga munosabatli ishlardimi o'z rolini joriy qildirdi. Jamoatmi ularning bu xil rolini e'tirof qiladi, qo'llaydi va ularga tayinadi. 30 o'g'il mashribi qarmoq ko'ngilchi so'rinda ko'ringani bilan amaliyotda yoshlarga adab axloq, qoida yo'sin, yaxshi turmush odati o'rgatadigan va umumlashtiradigan, chalg'uchi, qo'shiqchi, chaqchaqchi qatorliq xalq adabiyot san'atchilarini yetishtiradigan ommaviy maktab. Shun u tarixdan beri uzilib qolmay, avlodma-avlod davomlashib kelmoqda. Uning milliy madaniyatga varislik qilish, beyitish va rivojlantirishga qo'shgan to'hfasi alohida gavdalik. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishkish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.